Mal. Mal degan otdi. Dariyali Muhammad Qorim tug'ilgan joygacha, paqamimizgacha. Tualet, ayollar, erkaklar. Kacha. Qo'ppa qiladi. Mana. Qo'ppa qildi. Mana bir emas, ikkitadan liftlar, mana bittasi. Mana lift ikkinchisi, ikkitadan lift. Mana qo'lni yuvishga sharoitlar. Muhammad Qorim ko'tartiryapti. Dariyali Muhammad Qorim mana katta vrachi. Hozirgi katta doktor mana Muhammad Qorim. Dunyoga kelishiga sababchi bo'lgan inson. Operatsiya qilib olgan shu inson. O'g'illar. Mana gullar. Mana aksessuarlar tarixiy mana bular shaxsan tashavorli. Mana. Bular ichida ham bor mana. Kiyiklar. Toshlardan yasalgan chiroyli. Muzey deysiz buni. Tashqarida ham proxoshkasi bor ikkita. Mana suvchi ichimliklar oladigan. Aytaqa. Faqat qilib olasiz, o'zingiz bilasiz. Tashqarida parkovkasi. Hodisa. Sharoitlar mana yozish uchun eshikdan kirgan odam. Bunaqasi ham yozib ketadi o'zini fikr mulohazasini. Tashqari eshik. Ko'cha tomon Siyut shahrida joylashgan. Mana eshik ochilib ketadi, proxoshkasi ham ikkita mana. Bolasini achum-achum kutib turibdi. Mana ona bola. Ota bilan onasi mana chiroyli unaqa qilib qo'ygan. Mana yana bitta mana bolasini ko'tarib turishdi, farzandini dunyoga kelib ko'tarib olib ketishyapti otasi bilan. Mana chiroyli aksessuarlar. Hamma narsa bor. Muhammad Qorim ko'tarib olganmi? Ummani oldiga kiramizgacha. Ummasi dori olgani ketdi Muhammad Qorimni. Mana o'zi eshik ochiladi. Ko'cha kiramiz. Hozir umma keladi mana. O'tirib yozish uchun hamma sharoit bor. Mana bitta. Mana davleniya o'lchashadi. Tarozi. O'lchagandan keyin mana yozishadi, qo'llarni artishadi, yuvishadi. Hamma sharoitlar bor. Mana soat. Chiroyli sharoitlar qilib qo'yishgan mana. Doktor yo'q. Mana bu yoqlarda ham o'tirishga sharoitlar yozishgan.